Biz turmuşda başqalarının qilgan ishlaridan norozi bo'lganimizda nima qilsiz bundaq qilib deymiz. Shunami unda da mush jumla shaklini o'rganib olaylik do'stlar. Ya'ni 干嘛 degan bilan boshlaymiz. Masalan, 干嘛吵醒我 干嘛吵醒我 meni uyg'otib etib nima qilsiz yoki nima qilsiz meni uyg'otib etib 我正睡得很香 men deb tatib uxlayotgan 是吧 干嘛吵醒我我正睡得很香 men uyg'otib etib nima qilsiz men deb tatib uxlayotgan 你干嘛喊我又不是我的错 你干嘛喊我又不是我的错 men vaqirab nima qilsiz ya mening xatoligim bo'lmasa 你干嘛喊我又不是我的错 men vaqirab nima qilsiz ya mening xatoligim bo'lmasa 干嘛要说这些有必要吗 干嘛要说这些有必要吗 bularni so'zlab nima qilsiz zaruriyati bormi 干嘛要说这些有必要吗 bularni so'zlab nima qilsiz zaruriyati bormi 是吧 干嘛要说这些 bularni so'zlab nima qilsiz 有必要吗 zaruriyati bormi unda esa 干嘛什么什么bunda qilib nima qilsiz deb boshqalar bo'lgan noroziligimizni, ochiqimizni bildirganda ishlatsak bo'ldi. Mushni ishlatib jumlalarni tuzib avatib beqinglar do'stlar. Ondan yana shu mush qatimliq 3 oyda bir qatimlam elib berildigan grammatika bilan eg'iz til kuchaytirish tang so'zlanadigan mushu 3 oylik darsimizga o'quvchi qabul qilish boshlanib bo'ldi do'stlar. Bu darsimiz kollektiv holatda elib berildigan bo'lg'ashqa biz parangmi qilamiz, grammatikadagi, hansul grammatikadagi nazariya bilimini o'rganamiz degandek shart men shu shubha chiqarayotgan, misol keltirayotgan jumlalarni, so'zliklarni to'liq tushunadigan, tuniydigan bo'lishingiz kerak. Hamda kunda az deganda yarim soat, 1 soatgacha vaqtni o'rganishga chiqara oladigan holatda bo'lsangiz, bosh betda unidor nomer bor, men uchur